Assalomu alaykum hammaga, bizni kuzatayotganlarga. Shanba, Xudo xolasa konsultatsiyalarda operatsiyalar tugatdik. Bugungi kun haqida gapirmoqchiman. Konsultatsiyalar qildik, operatsiyalar qildik. 4 ta operatsiya qildik, mikroteziya iminni. 4 ta bemorimizdan faqat bittasida urug'lar topildi, qolgan 3 tasi topilmadi. Endi biroz kayfiyatimiz yo'q shunga. Lekin mayli Xudoning aytgani, lekin shaxsiy fikrim, bu mening fikrim, sizlarning o'zingizlar fikringlar bo'lsa qoldiringlar. Yillar davomida sen bola ko'rmaysan, senda urug'lar nol, umidingni o'z degan odamni 4 tasidan bittasiga bo'lsa ham umid berganingiz bu katta gap deb o'ylayman. Kechagi kuni 3 ta operatsiya qilganmiz, 2 tasida chiqqan edi. Undan oldingi kuni aytganmiz 6 ta qildik, 4 tasidan chiqdi. Umuman olganda endi agar bugungi kun uchun agar nolisam, unda Xudoga xush kelmaydi deb o'ylayman. Xudo xolasa yana ham yaxshi natijalarga erishishga harakat qilamiz. Ertaga yakshanba dam olish bo'ladi. Hammaga maroqli dam. Dejur turib ishlaydiganlarga bo'lsa, ertaga ishinglarni yaxshi o'tkazib oling.